antibiotikdan keyin flukonazol ichish, hal ehtimolga qarshi ichish bu xato. Sabab, odamlar qo'rqadi. Flukonazol ichib yuboraman, chunki молочница bo'lib qolishi mumkin deydi ayollarimiz. Lekin hammasi bo'lmaydi-ku. Flukonazol bu profilaktika dorisi emas. Bu konkretno kandidoz davolaydigan dori. Agar uni chala parcha kerak emas ichsangiz, rezistensiya bo'ladi. Keyin rostdan kandidoz bo'lib qolsa qiyin bo'ladi davolash. 100 ta ayol ichdi antibiotik, 40 tasi kandidoz bo'lsin, 60 tasi bo'lmadi-yu. Flukonazol bekor ichgandek bo'ladi. O'shaning uchun qachon ichiladi? Antibiotikda ichilmaydi umuman. Antibiotik ichayotgan paytda kandidoz bo'ldimi, iching. Bo'lmadingizmi, ichmang. Shu bo'ldi. Yoki aytsa bemor masalan, men bilasizmi, har doim antibiotik ichganimda kandidoz bo'laman, iching. Yoki menda молочница пожизненно har doim yiliga 4 martabasini iching. Lekin unaqa narsalar yo'qmi, ichmanglar. Всё. Antibiotik ichasiz, kandidoz bo'ldimi, ichasiz, bo'lmadimi, ichmaysiz. Bu profilaktika dorisi emas. Salomat bo'linglar.